Assalomu alaykum, Ismoil kanali obunachilar, chorvash qozlari, qo'zi qo'yish qozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishlog'ida shu arzon, o'ta arzon sotayotgan Bekzod do'koni ko'rganmizlar. Hurmatli obunachilar, 30-aprel hafta kuniga chorshanba kuni olinayotgan video syomkamizga. Video boshidan birdan like bosib qo'ying, chunki bu videoni olishdan oldin keragidan ortig'idan ham ortiq yana talash tortish bo'ldik. Sizlarga qo'yiladigan narxlar realni bo'ladigan tas savdosini qilib bo'lingan. Endi sizlarga ma'lumotni beriladi xolos ekan. Olgan odam baraka topadigan qilib, chiroyli qilib, ham to'pam kuymaydigan qilib, hamma tomonlarni kelishib. Assalomu alaykum obunachilar. Gap yo'q, lekin bangillatib portlatib tashladilar. 47 ming prosmotr ozgina narsa emas ekan. Ismoil kanalida 47 ming ta prosmotr. Oldingi videomizda ozmaz uzr dangal aytaman. Ko'plaring telefonlaringga javob bera olmadim. 47 ming ta odamdan 10 ming tasi telefon qilsa ham suhbat bo'lmay qoladi ekan. Lekin Xudo xolasa qo'ydi 200 ta qilib olib ketdim. Bu safar hammaga qo'yni yetkazam. Ilojini boricha niyat qilgan odamlar like bos, kommentariyani yozinda. Narx ham bo'ladi. Har safargidek bo'ladi. Bugun qo'ylar ham yagona bo'ladi, video ham yagona bo'ladi. Ismoil kanalida bitta video bo'ladi aka. Xolos. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazmasdan boshdan oxirigacha ko'rishni taklif qilamiz. Chunki ma'lumotni beriladi xolos. Xo'p, Bekzodbek soni 80 ta ekan. Soni 80 bosh. Bizda chapa bo'lmaydi, 80 ta bir yerga aka. Ana, Haqiqiy durlar aka. durlar zo'rlar. Lekin o'tgan safargi qo'ylardan oyoqlar. Aka, videoda hammani ko'zi ochiq. Bir qator ko'rib olsin. O'tgan safargidan 1 oylik yoshi ham katta. Oyog'i ham oyoqli kichkina qo'ymas. O'tgan safargida yirik qo'ylar. O'tgan safargi videoda qo'ylardan xotirjam yirik qo'ylar aka. 5 santidan, kami 5 santidan yirik. Balat 10 santidan yirik. Solishtirib olavmi? Hurmatli obunachilar, lekin sifat udorlarni olib keladi, janobllar. Hammasini qulog'i bitin aka. Hammasini qulog'i bitin. Bittasi qulog'ida eni yo'q, boshqasi bitta ko'rib olsin. Qo'ydi qarang aka. Qo'ydi o'zini o'zi maqtasin, biz kerakcha maqtayapmiz. O'zini o'zi ham maqtasin aka, haqiqat. Hurmatli obunachilar, hammalar Xudo xolasa o'zi bizda qo'yga tushunadigan, qo'yni ko'rganda sezadigan obunachilar yig'ilib bo'lingan, Xudo xolasa. Akalar arzon. Shu Bekzodbek kutayotganlar ko'p. Haqiqatan ko'p. Bekzodbekdan chiqarsa olaman deb o'sha kommentarlar o'qib chiqyapman-da. O kommentarga 1000 ta allaqancha o'tkazib o'zgan. Kommentariya 1000 ta oldi, likeimiz 2000 ta oshib bo'ldi. Gap yo'q. Nima aka? Men aytdim o'tgan videoda, xursand bo'ldim. Nimaga xursand bo'ldim? Aka, bir kuni ochiq odamlar ham men dangali gap ko'rdim-da. Xursand bo'lyapti. Qo'y olmasa ham 2000 ta odamga qo'y sotganim yo'q. Sotgan bo'lsam 10 ta 15 ta 20 ta odamga qo'y sotdim. Lekin aka 2000 ta odam like bosdi. 2000 ta odam xursandligidan narx-navo to'g'ri kelganligidan yengil qo'yganligimiz uchun 2000 ta odam ozodami like bosgan. 47 ming odam ko'rdi, gap yo'q. Nimaga akalar like bosyapsizlar, kommentariy yozyapsizlar, boshqa odamlar videoni ko'rishiga sababchi bo'lyapsizlar internet platformasida. Aka, bugun ham tars bo'lsinlar. 80 tasini bir yerga olgan odamga charayli qilib bonusi bilan xayrini qilib beraman. Narx yagona bo'ladi. Mazaq ko'rinda videoda ko'rganda mazaq qildim. Aytdim aka, bizda gap bitta bo'ladi. Lavuz bitta bo'ladi. Otamiz o'g'il ko'rdim deb oshib bergan. Erkak kishining o'zidan chiqdimi javob beriladi aka. 80 tasini bir yerga olsin. Bitta narx aytaman, maza qilsin, narxiga maza qilib like bossin. Narxiga maza qilib. Qo'chqorlarga ko'rsating. Hurmatli obunachilar, xo'p. Bu 80 tasini ichida urg'och ko'ryapman men. Aka, 15 dona iltimos qilib olib keldik urg'ochini. Nima sababdan? Mana shuni yana bitta ko'rsataylik aka. Mana shu qo'y urg'ochi. Mana ko'rsatib qo'ying. Qo'ydi. 15 dona iltimos qilib oldim. Bermayman deb cho'pan bilasiz. Urg'ochini beravermaydi aka. Uka, men urg'och olay, qo'y ko'paytiring uyimda, boqayin. Bir sonini ko'paytiring, qo'yda baraka degan so'ragan obunachilar bo'lganligi uchun men urg'ochlarni olib keldim. Lekin urg'ochlar suluvlarni terib. O'ta zo'rlar. Xudo xolasa, hammasi keldim. Osilqo'rg'ondan haligi ketgani yo'q aka. 4 ta urg'ochni ko'rsatib ham qo'ydim, hurmatli obunachilar. Xo'p, buni yosh oyligida qanchaga berasiz? Yosh oyligi 6 oylik, 5 oylik plus 6 oylikgacha. 5-6 oylik atrofidagi qo'zi-qo'chqor urg'ochlar akalar universal bo'ldi, lekin ko'k ishqozlarga akalar ko'kdan ham bor ekan, qaranglar. Ko'kda ham bor, zo'r boqaman degan odamlar oqi ham bor, ko'ki ham, sarig'i ham bor, bir yerda haydayapti. Ajratib olib dollarga boshqa qilganimiz yo'q. Hammasi qo'y, bitta pichoq jazosi hammasini aka. Olsin, boqsin, maza qilsin aka. Xo'p, buni 65 dona qo'chqor, 15 dona sovlig'i bor.
65 ta qo'chqorni olgan odamga ham beraveram. 15 ta sog'lig'ini olgan odamga ham ajratib, video qilib tashlab beraveram. Hammasini bir joyda olganga xayrini ham qilib beraman aka. Sraz Uyda dars oson, narx har safargidan yengil. 2 million 500 ming so'mni olgan odamga xayri bor. Oson 80. 2 million 500 ming so'm. 2 million 500 ming. O'tgan safargilar 4 oylik, 5 oylik edi. Bular 5 oy, 6 oylar aka. 5 oy, 6 oy. Ras bo'lsa bo'lsin, senda bo'lsin uka. Yakka olsun, yagona olsun. 100 kilolik olaman deb doim aytaman. 100 kiloga 100 kilo narx berishadi. 2 million 400 ming so'mdan 80 tasini olganga shashilmang aka. Qo'chqorni olganga. Parvar aka, qo'chqorni oling akalar. 65 ta qo'chqorni oling 2 million 400 ming so'm. Endi hurmatli obunachilar, buni 10 ta olaman, 15 ta olaman, 5 ta olaman kutib turganlar bor-da, Begzodbek. Aka. Menga qara. Biz dagarchi insonmiz a, dagar bolamiz a. Qo'ydi oyog'idan ushamasa 2 million 400 ming so'mdan haydab chiqib. Haydab chiqib olsin. Haydab chiqsa 2 million 400 ming. Har safar o'shanda bo'ladi. Oyog'idan ushasi 100 ming so'm peli so'ladi. 26-27 sotiladigan qo'chqorlari bor ichida aka. Hammani ko'zi ochiq, hamma ko'rib turibdi. Juda yaxshi. Ana bu qo'chqorlarni 2,5 million so'mdan tanlab olsin, 2 million 400 ming so'mdan haydab chiqib beraman. Hurmatli obunachilar, shunday imkoniyat bo'lsa shunday haydab oling. Lekin yana bir narsaga e'tibor qilinglar. Sog'lig'im kerak bo'lmasa 15 sog'lig'ini ajratib. Aka mana olib qoldim men. Sog'liqda. Gap so'z yo'q. Mana sog'liqni olib qoldim. Aynaqada 15 tani olib qoldim. Kim olmayman deydi mana bu. Yana eshitaman. Addini ko'ring nima sog'liq. Hammasi birda, asablar ajratib. Endi sog'lig'ini rost sotgandan keyin yaxshisini tanlab oladi, tanlab olaman. Yana mazasi qilib aka obunachilar olsin, mazaqsin deganlar bunday qilyapti. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shu paytgacha bir qimmat qo'y chiqarmadi, chiroyli kelishgan narsalar. Chunki ukamiz bilan Bezod bilan biz o'zimiz to'g'risi ochiqcha gapirish kerak, maslahatlashib, kelishib, keragicha tortishib, talashib, Bezod akalar, laykni bosib qo'yinglar. Aka sizlar tarafda. Dangalini aytay, bloger akamiz sizlar tarafda. Chunki aka mana bo'ladi, bunaqa yo'q, aka bo'lmaydi unga. Urushib ham, tortishib ham. Mana shu qo'ydi 24 ga qo'yasan dedi. O'zidan chiqqaniga shu akanaligisi bilan qo'yibdi. Laykni bosindan gumla. Kanalda rivojiga hissani qo'shindan kelar. Bundan ham arzon, bundan ham yengil narsalarni olishga harakat qilaverasiz. Laykni bosib gumbilladinda hammalarga gap yo'q, lekin tan beraman. Yorverdilar akalar. Bundan ham zo'r bo'lsin bunisi, yana ham narx qiladi. Keyin hurmatli obunachilar, kanalga obuna bo'lib ko'ringlar. 45 ming, 46 ming prosmotrga o'sha obunachilarimiz soni kam. Xudoga bola bor, hammasi yaxshi, lekin obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lish tekin akalar. Obuna bo'lib qo'ysanglar ham kech qolmaysizlar. Mana bu telefon ko'rsating aka. Kiramiz, ading. Mana o'tamiz, Ismoilus kanalga kiramiz. O'tamiz, obuna, videoga kiramiz. 46 ming prosmotr ko'rganlar akalar. 47 ming yaqinlar. Laykni bosing, podpiskani bosing, narxni akalar. Mendan mana narxni talab qilganda men tushib beraverman. Men podpiska bosganman. Men like bosganman, Ismoilusdan ko'ryapman uka. Ko'rib turib telefon qilyapman. 2 million 400 ming so'mni olgan odamga, bir yerga olgan odamga xayrini qilib, Samarqandgacha dastavkasini ham beraman. Bo'lsa yigit kishi shunchalik aka. Bo'lsa shunchalik. Endi unda ag'a bizga ham obunachilar, oy, yonga shaqillarga qo'la. Mana shunday kelib turib, ha, o'chqar, shuni mana aka. Mana ko'ring aka, mana unda. Qo'y, mayda juda qo'ymas-da. Ko'klarni ham qarang. Ko'kka juda ish bozmaydi. Eng qizig'i hammasi bor aka. Eng qizig'i hammasini aytay, majratganim yo'q, birga ketyapti. Ko'ryapsiz. Birga ketyapti. Eng qizig'i hammasini qulog'i butun. Hammasini qulog'i butun. Hisorizor. Maza qiladi u odam, baraka topadi, boqadi, kuzgacha boqadi. Indamasdan 80 tani bosib 8 ming dollar foyda qilmasa menga aytaveradi. Xudo xolasa. O'zing narxini ko'ryapsiz-ku. Akalar 9 oylik, 10 oylik qo'zi qo'chqarlar ham 3 million 200 ming bo'yatibdi. Mana 2 million 400 ming so'mdan. 4 oy boqing 8 ming dollar bo'ldi, cho'ntagingizga sog'ing. 4 oy boqing 8 ming dollar. 1 yil boqadigan bo'lsangiz aka, xotirjam 15 ming dollar bo'ladi. Nimaga aka, to'g'ri oson emas. Buni qarab, mehnatini qilish oson. Hamma narsani Xudoyim ham aytgan, sababini qil, foydasini kutib ol degan. Sababini qilda 10 ming dollar cho'ntaklariga pulni indamay sog'indan akalar. Mazaqa boqimdan ko'paysin. Uylaringda 150 tadan qo'y bo'laversa hammasini. Hurmatli obunachilar, gapida jon bor. Haqiqatan ham o'zimiz obunachimiz shu odam ham shaharda o'zimiz Namangan shaharga sotilgan. O'zim 2 million 250 ming so'mga sotganman o'zim qo'chqorlarda akalar. 4 yil qoldi. Ha, 4 oy o'tib,
Sentyabrda sotdim, yo, 4 oydan ko'proq o'tgan vaqtda o'zim 5 million so'mdan savdo qildim ekan. Aka yashang. Bizga ham kecha bo'ldi xuddi shunday. Bizdan olgan odam 6 oy vaqtda yolg'on emas. 6 oy vaqt. Pasini 5,5 million so'mdan sotdim dedi. Bozor bo'lib turgan narsa 140 ming so'm bo'layotgandir go'sht. 135 ming bo'layotgandir. Endi akalar bu qo'zi lekin go'shtga kelmaydi, akilarga kelmaydi. O'zlaring bilasizlar. Bu yosh narsa, o'sadigan narsa. Bugun meni qo'limda bo'lsa 15 kundan keyin 6 oylik bo'lsa, 15 kundan keyin uylaningda 6 oylik 15 kunlik bo'ladi. 30 kundan keyin 7 oylik qo'y bo'ladi. 4 oy boqinlar, 5 oy boqinlar sababini qilinglar, cho'ntaklaringga toza foydani ko'rib turibsizlar. To'g'ri, oson emas boqish, lekin mehnat qilmasa hech qayerda pulsana bermaydi akalar. Kim beradi? Sababini qilib qo'yinglar aka. Sabab halol peshina der, to'rtta yoqda baraka der. Payg'ambarlar suylab boqqan narsaga olinlar sababini qilib qo'yinglar, foydasini ko'ringlar, xursand bo'linglar. 1 yil yetarsalang, kamida 5 millionlik qilib sotasizlar, yo 6 millionlik qilib sotasizlar. Kamida. Nimaga zoti bor akalar qo'ydi. Pachak qo'yib kelganimiz yo'q. Hamma yo'q toza, yaxshi marjondek qo'chqirlar akalar. Gap 100% to'g'ri. Xo'p, biz ham bir narsani gapirsak, shunday ajrat. Sarizot aka, rangi sariq to'g'ri, sarizot. Kettashi ham eng bilan zo'ringiz yo'q, hammaning ichida. Keragi yo'q ajratgan, hammasi birday narsa. Bir yerda yurgan narsa. Nima bo'lmasa videoni o'tkazmasdan turamiz. Oxirgi partiyalarga boshqa arzonlar chiqadi. Bu arzonlarni oxiriga olib qo'yganmiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rib turamiz. To'g'ri, keyingi partiyaga Narxni bomba qilamiz bugun akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like, kommentariyani yozinglar. 1 million 600 ming so'mdan qo'y chiqarib beraman. 1 million 600 mingdan qo'y chiqarib beraman, ko'ringlar aka. Ana, hurmatli obunachilar, menga yirikroqdan kerak, kattarog'idan boqaman degan aka-ukalar uchun yirik va kattalardan to'g'risi. Hop, bular soni nechta Bekzodbek? Soni 30 dona. Soni 30 bosh. Bular bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Ichida sog'lig'i yo'q akalar, hammasi qo'chqor akalar. Mazza qilib boqaman degan obunachilar aka. Zo'rini olib boqaman degan obunachilar. Polvonlar. Polvonlar akalar, men qaradim, bilvonlar. Uyimda 150 ta qo'y turibdi. Eng kattalarini terib qo'yganman. Eng katta 150 ta qo'ydi ichidan eng yiriklarini terib qo'yganman. O'shani bir qator ko'zdan kechiribman. Ichida mayda, shuyda 150 ta qo'ydi ichidan terilgan. Eng indallosini aytganda akalar 500 ta qo'zini ichidan 150 ta, 160 ta. 160 tasini men terib olib kelib, uni ham ichidan terib olgan eng kattalarim. Eng yiriklarim achilar. Saralaridan. Saralari zo'rlari. Zo'rini boqaman degan oldi. Maydachida qo'ymas. Achaki qo'ymas. Kelishsin tepasiga, lakasani bir qatorda ishlab beraman. Kelib tepasida ko'rib olishsin aka. Bo'ylarni ichiga beramiz. Bo'ylarni 70 pilishga beraveramiz aka. 70 ga olibdim bor ekan. 70 dan pasi meniki aka. 70 dan pasi. 70 ga ham olasizlar aka. Endi voy, Brexantda pilisi bor, minisi bor. U momo bor. O'sadigan ko'chat narsa bu. Material emas akalar. Shunday. Metrlab olmaganmiz, metrlab sotmaymiz. Nimaga aytayapmiz? 70 santi, yosh oyligi 6 oylik hammasini aytayotganimiz uzoqroqdan ko'rayotgan akalar bor, videodan har xil ko'rinishi mumkin. Katta qo'yam, kichkina qo'yam bir xil ko'rinishi mumkin. 70 sant oladi aka, mana uni ko'rsating, mana. Metrimiz bor. Mana akalar. Buni o'ndan bo'lganda 70 ga olib kirishadi, yerga qo'yishadi. Qo'yga ham qo'yib beraman, 70 sant. Mana shunday mo'ljallab hisoblarni chiqarib olasizlar. O'shaning uchun bo'yaydilar. Buni metrlab olmaganmiz akalar, buni metrlab ham sotmaymiz. Kilolab olmaganmiz, kilolab ham sotolmaymiz. Chunki qo'zi semiz qo'y bo'lsa ekan aka, sizlarga kiloga qo'yib, metrlab berib, hamma tarafini chiqarib bersak. Mana shu ko'rib turgan narsalaring. Akalar, yana doim takror aytyapman. Akalar, birovni biz yarg'a itarmaymiz. Nimaga bizdan olgan odam baraka topsin, 5 to'ra olib boqib, 5 to'ra boqib, barakasini topsin, sababini qilsin, barakasini topsin. Bizni ham pulga, sizlar baraka topsalar, bizni ham pulga baraka qo'shilaveradi. Akalar, o'shani bir qator ko'zdan kechirib, yaxshilab ko'rib olinglar aka. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, gaplar Jonboy ham bor gapni tarsiz gapirib qo'ya qoladi. To'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan olasiz, sababini qilasiz, chiroyli boqib qo'ysangiz akalar. Yaxshi daromadga olib keladi. Olib qo'yib, qo'lga qamab qo'ysangiz, u yemashagini bermasangiz, to'g'risi o'zgarmaydi ham, foydaqini ziyon qiladi. Mana shuning uchun sababini qilib qo'yinglar, olinlar. Qancha vaqtlarni oladi? 30 ta qo'y, bitta odam, men o'zim boqqan odam, 30 ta qo'y, bitta odam yarim soat. Odamlar kayf qilishga boqadi akalar buni. Katta hoji bolamizdan so'randa boqib yuradi. Men 20 ta qo'y berasan, Bekzod kayf qilishga, mazza qilishga boqaman. O'tib kelib berganingda baraka topdim deb uyimdan kelib, eshigim taqillatib kirib kelishyapti. Nimaga kirishyapti akalar? O'sha odamlar mendan olib baraka topganligi uchun eshigimda yana taqillatdi. Men xursand bo'ldim o'sha odamlarga. Qo'yda narxini yengil qilib berdim. Nimaga taqillatib kiryapti, xursand bo'lib kiryapti. Meni ko'nglim ko'tarilyapti. Onlar sababini qildi barakani topinib. Xudo xolasa.
Men to'g'ri keladi, arzon qilib chiroyli qilib berilaveradi akalar. Xo'p, buni 70 ga olishaveradi, ha? 70 ga olishaveradi aka. Xo'p, hammasini burjaga olaman degan hurmatli obunachilarga narxini. Narxi bomba bo'lsin. Begzod doim bitta o'zin pachak savdo qilmaymiz. 3 million 29, 28, 27 ham yo'q bo'pti. 2 million 600 ming so'mdan olsin sababini qilsin. Indamay 3 ming, 4 ming, 5 ming dollar cho'ntakka pulni sonlar. To'g'ri foyda qilish oson emas. Akalar, lekin sababini qilyapsizlar, beryapti xudoyim. Musofir yurtda ishlayotgan akalarimiz ham oilasidan uzoqlarda yurib topayapti. 1000 dollar, 1,5 dollar pulni. To'g'ri oson emasdi. Lekin mana uni olinlar, boqinlar, maza qilib daromad qilinglar, barakasini bersin, bizga ham barakasini bersin. 2 million 600 ming so'mdan 30 ta qo'chqar bir yerga olganga uyiga dastavka qilib yetkazib olib beraman. Hurmatli obunachilar, 2 million 600 ming so'mdan talash tortib 28, 29 qo'yib olib qo'lini siltalab kelaman. Bor narsani boricha ko'rsatib beramiz qo'limizdan kelgancha. Akalar, takror qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar, kanalga obuna bo'lmagan. Nomer 1 zo'rini boqaman degan akalar telefon qilovunda doim qo'yib bo'ladi aka. Xudo xolasa doim. Buni sotsak yangisi kelyapti aka. Kutib turibdi biz ostonamiz. Sotaylik, dars bo'shataylik, yangisiga qiziqaylik. Hamma qo'yli bo'lsin. Hamma yetkazishga harakat qilamiz akalar. Telefon qilinglar akalar, yana aytayapman. Aka, ming bor uzr, dangalini aytaman. O'tkaz safar endi kommentariyaga yozish bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Telefonni ko'tara olmadim. Ozmuncha telefon kelgani yo'q aka. Xudoga shukr. Nimaga aka, yengil beryapmiz. Bizdan olganlar barakasini topayapti, Xudoyim bizga yetkazyapti. Onlar barakasini qilinglar aka. Maza qilib boqinglar, telefon qilyapsizlar, ilojini boricha ko'tarishga harakat qilyapman aka. Ko'tarmay qo'ymayapman, javobini beryapman. Hammaga yetkazishga harakat qilyapmiz aka. Onlar like bosinlar, kommentariya pul so'ramaydi sizlardan aka. 20 sekund vaqtlaring ketadi. Shunda like bosib, shunda podpiskani bosib, kommentariya yozib qo'yinglar. Sizlardan boshqa ko'rib oladigan odamlarga sababchi bo'lib qolasizlar akalar. O'shalarni niyatiga yetkazasizlar. Hammani niyatiga yetkazsin. Hamma 50 ta 40 tadan qo'yib boqsin uyida. Ajdanaga tushganlarga ham bir qaytarib qo'ying deydi. Ilojini boricha yetkazyapmiz. Ajdanaga tushganlarga ham qaytarib telefon qilib. Ajdanaga tushgan odamlarga yetkazish ilojini boricha qaytaradi. Telefon kelib turib ko'tara olmayapsiz, video bo'lyapti. Mana telefon kelib turib bir narsalik qilganimiz yo'q akalar. Ko'tara olmayapsiz, video qilyapmiz, to'g'ri. Har xil vaziyat bo'lib qoldi. Ilojini boricha 24/7 telefon qilib ko'tarishga harakat qilamiz aka. Yetkazib javobini beramiz. Hech kimni beumid qilmaymiz. Hammaga qo'yib yetkazamiz akalar. Bugun bo'lmasa erta, lekin ilojini boricha yetkazamiz akalar. Olimlar baraka topinglar, biz ham baraka topaylik. Hammani uyida 50 ta 60 ta qo'yib bo'laveradi. Videoda oxirigacha ko'rinlar, gap bitta bo'ladi, yigit kishilar o'zi bilan 1 million 600 mingdan qo'yib beraman aka. Qo'chqor qo'yib beraman. Maza qilib olgan odam baraka topadi. Qo'chqor, hurmatli obunachilar, bizning oxirgi turibmiz. Lekin tavsiya qilaman, yaxshi narx, qulay narx, arzon, tем более dastavkasi hamma tomonlama besplatni uylangacha yetkazib olib beriladi. Degan tushuniladi akalar. Deydi, pulni tashlab berasiz, keyin jo'nataman qilamiz. Faqat akalar imkon biz aka pulni naqlab boshidan aytyapman akalar. Men otam o'g'il ko'rdim deb xursand bo'lgan. Biz o'zi bilan erkakishni qo'ydi oldim jo'nat degan ikkov men sizni ko'rmaganman boshqaga. Ikkovingiz labzingiz bilan jo'natyapman. Hamma ma'lumotni yetkazib berding, hamma ma'lumotni yetkazib berding. Bir dona ma'lumot qolmaydi. Lavz qilgan yigit kishining o'zidan chiqdi, unga javob berishi bor. To'g'ri, bir marta aytib qaytarish bordir, lekin unga javob berishi bor aka. Hammamiz erkak kishimiz. Lavz qilib oldilar, ayol kishilar javob beryapti aka o'ziga. Bo'ldi, oldim, qo'ydi jo'nat deyapti. Ha, puli chetsam, pulini shopirdan yetkazaman, shopirdan beraman. Boryaptidir sana beradi. Akalar yigit kishilar, lozulanga shunday loz qilib qo'ydi jo'nataman. Yigit kishining lozini olaveraman aka. Chunki men lozimdan chiqib yurgan bolam. Telefon qilib qo'ydi jo'nat, pulni shopirdan olasan dinda. Qo'ydi jo'nataman, uylarga yetib borib bir qator ko'rib olib keyin pursana berasizlar. Gap bo'lishi mumkin. Hurmatli obunachilar, like bosib qo'ymasligini bilmaydi, xudo xohlasa. Ukangizni qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xohlasa. Eng arzon, eng qulayini sizga yetkazib berilaveradi. Hurmatli obunachilar, narxi yengil, puli arzondan kerak degan aka-ukalar uchun puli arzon. Bezodlik soni nechta uka? Soni 30 dona. Soni 30 dona. Bari qo'chqor. Qo'chqor emas, yosh oyligichi. Yosh oylig'i 4 oylik aka. 4 oylikka oldim. 4 oylik qo'zi qo'chqor hammasi. Bo'ylari 60 aka. 60 ga olishadi, xudo xolasa. Yemoq, sog'lik salomatligiga garantiyasi. Bir hafta 10 kun bizda doim garantiyasi, xudo xolasa. Biz joniga emas, akalar. Jon Allohniki. O'zimizniki ham, buniki ham hammaniga jon Allohga, joniga doim javob beradi. Biz 1 minutdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Yedi, ichdi, sog'lig'iga, sindi chiqishiga javob bera olaman aka. Uyingizga sog'lom yetkazib olib borib beraman. Lekin joniga kafolat beramayman akalar. To'g'ri tushunasizlar. O'zlaringiz ham bilasizlar, issiq jon akalar. Buni men ham xohlamayman, siz ham xohlab qilmaysiz. Sababchisi bo'ladi aka, shunday.
4 oylik qo'zi qo'chqor. Aha. 7 ishtisiga bir hafta o'tinga garantiyasini beraman. Yemasa ichmasa o'zim beraman. Yemasa ichmasa o'ziga. Buni narxini aytaylik, tars. Bir yerga tortdim deganga 30 tasiga Ha. 23, 22 masakala. Bo'lsa bugun 2025-yilda yer yuzida bitta narx olsin 2 million 100 ming so'mdan 30 ta qo'chqardi. Bir yerga olgan odamga tortdim. 2 million 200 ming so'mga ketdi tellabos. Hurmatli onalar, 2002 so'm olgan tilla bo'lsin. Hurmatli onalar, bizdan uzoqlashib turing. Yana bir partiya 1 million 600 ming so'mga qo'chqor qo'yib beramiz akalar. Inasi issa tumay qo'yapti bular. Akalar biz narx qo'yapmiz, lekin inasi issa tumay qo'yapti. Ular xursand bo'lyapti. Onlar boqinlar, maza qilinglar, baraka topinglar akalar. Biz xursand bo'lamiz inshaalloh. Hurmatli obunachilar va nihoyat so'nggi partiyasiga o'sha 1 million 600 mingdan 1 million 600 mingdan gap bitta ovuzdan chiqqaniga javob beriladi. qo'chqora. Har qo'chqor, so'ralasa ham qo'chqor. Akalar, buni chiqarishdan maqsad bizga asli aylantirib kelsangiz ham, o'rgaltirib kelsangiz ham to'g'ri kelmaydi. Obunachilar uchun aka, besh qo'l beraverman. Kimdir yetkazolmay turgan, kimdir niyat qilib turgan bo'lishi mumkin. 4 dona 1 million 600 ming so'mdan duo qilib qo'yasizlar, o'sha obunachilar uchun. Maza qilsin, olishsin ularni ham qo'yib olsin. Uyda 4 ta boqsa, bu yerlarga 14 ta, keyin 44 ta boqsin aka. Maza qilsin, 1 million 600 mingdan rasprodaja ketdi. Men ukam hammani o'ylayapti akalar, pulim yo'q, pulim kam deyotgan obunachilarimiz uchun mana imkoniyat. Qo'chqor 1 million 600 ming so'm aka, to'g'risida semirgan brullerni ham bermayapti hozir. Akalar 1 million 600 ming so'mdan mana qo'chqor uyingizga borib boqing, 1 yil shu aralar qiladi, o'zini o'zi to'yg'izib yuraveradigan variant shu bo'ladi akalar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, manzilda qaytarib o'tibman. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Begzod ukamiz ko'chirmasida bo'ladi. Eng arzonchi, Eng arzonchi, xudo xolasa. Nomer 1. Nomer 1 qilayotgan bolaga kelaverasizlar, narxi yana ham arzonlayveradi. Xudo xolasa. Maza qilishga sotamiz akalar. Hurmatli obunachilar, inson yaxshilik qiladi, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Ukamiz duo qilib qo'yasizlar, xudo xolasa, shunaqa arzon chiroyli qo'ylarni olib kelayotganligi uchun. Hammaga rahmat, sog'lik, salomatlik bilan o'zlaringizni ehtiyot qiling. Like bosib qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimiz chiroyli qo'ylarga, qo'chqorlarga to'la bo'lsin. Hammaga omad.